Salom do'stlar, sizlar bilan men Maslik Mikro. Bugungi videomizda shu joydan nima deydi? Olmasga mashqqa o'tishga harakat qilamiz. Telefonimizda qatyapti, ancha lekin bunisi ancha qattiq. O'zi past yurmoqchi, ya'ni bu o'yinda o'zi o'yinchi tanlashga ruxsat berar ekan. Qani ay tepamadi do'stlar, lekin birinchi marta o'ynashim, lekin birinchi marta o'ynayapman. Ya'ni bu FIFA'ni demayapman, mana shu o'yinda hech kim durangga rozi bo'lyapti. Nima? Hujumdan qaytardi Perez. Anaqa tefort menga ugla. Do'stlar jonidan o'tib ketdi do'stlar, jonidan. Vay do'stlar, jonidan o'tib ketdi. Qaqa tefort o'yindi. Qayerdan bilasizlar endi? Bu qaqa tefortganini. Chaldi yomon. Yomon chaldi. Oqimotoqdan pas yurmadi. Ama penalti. Oh yes. Do'stlar, biz qanaqa o'ynaganimizni shunday qarab ko'rsataman. Chizib bersam bo'lardi aytgancha bunda. Hozir aynan birga tepib ko'rmoqchiman. Uzoqdan yo'llagan va gol. Uzoqdan O'zimlikni berganda zo'r edi. Do'stlar, o'tganchaning video knopkasidan tashqari Chevrolet Talan shunaqa zo'r ekan. 99 sepani tushiramiz hozir o'yinga. Nap 97 bor ekan, kerak bastimiz. Do'stlar, vashima yaxshi o'yin bo'lmay ekan. Mana almashdik. Do'stlar, hozir biz mana shunday bo'lyapti. Ya'ni pas. O'tib ketdi do'stlar, o'tib ketdi. Yaqindan o'tib ketdi. Voy bay, yaqindan o'tib ketdi. Pas dedim, pas tashamadi. Chevrolet chiqdi. Voy! Ko'rdilarmi qanaqa zarba yo'llaganini, lekin to'sib qoldi. Aniq to'sgan. Voy! Zaten Bruno ancha yaxshi. Yo'q, uzoqlashdi. Bruno. Ancha.
24 ketdi yoki 9 ketdi, o'rniga 24. O'zi o'ynash deganda nimani nazarda tutardi? Kalla qo'yishdi. Xatolikka yo'l qo'yding, ya'ni boshqa xatolikka yo'l qo'ydim. Ana ular ham xatolikka yo'l qo'ydi do'stlar. Hozir biz mana shuni yutganimizdan keyin nima berishini bilmayman. O'zini bosib bormadi. Jinday o'tib ketdi lekin. Kuchayap, qani. Oy, so'ssa. Wow! Shunday olib kelib turib, qanday g'alati deyish mumkin. Shuncha olib keldik, o'shanga yarasha olib keldik. Qanday g'alati deyish mumkin. Ko'rgan bo'lsalar, ko'rmagan bo'lsalar qaytartirlar. G'alati debdi. Osmonga chiqarib yubordi. Stoppa Ariasadan darvozamiz shunaqa. Ismli darvoza o'tib ketyapti. Yuklab boraman. Vaqt tugadi. Bu qanaqa tugashini bilmayman. O'tkazdirmay kutamiz. Bitta goldi. Do'stlar, hozir qanaqa tugashini bilmayman. Internetim yaxshi. Ancha yaxshi. Do'stlar, bu bo'lmayapti, nimagadir bo'lmayapti. Internet yaxshi, lekin bo'lmayapti. Do'stlar, mana buni oxirida berar ekan, menimcha. 2 o'tib finalga qani ketdik. Finalga o'tib hozir bildim finalga o'tgan. Finaldan bitta orqadamiz, ya'ni chorak finaldan orqadamiz ekan, bitta orqadamiz ekan. Shu o'yindan keyin chorakka o'tamiz. Ya'ni o'yinga taqani mana o'yinda kelyapti. Qatdi nima? Qariyalar kirish va shundoq ekan, dahshat ekan, lekin vizual sistemada 100 oshib ketgan. 98 97 ekan. Zaştayımızda minit burizonları. Naqa. Mana ne kadar. Oyuncu şunu koşkorken. Assalamualaikum. Zodiyanı gelekin kapanma. Umut ne kadar lekin. Fakir. Lekin ne yaxshi ekan. Boshlanadi do'stlar. O'yin tezda boshlanadi ekan. Ko'ramiz. Hozir. Fernandes. Chiqib bo'ladimi shunda deb o'ylayotganlar uchun yo'q. Voy. Top. Lekin
Bu oyunda biron kim qizil olganmi, savol yo sariq olganmi, umuman bilmayman. Mana buni qo'yamiz, yaxshi hujumimni qaytardi. U ham qaytarayotgan. Zo'r deyapti. Muncha tashamayapsan deb qo'yaman. Vor. Fernandes va yo'lga deb turganini tashlaymiz. Qani nima deb javob qaytaramiz? Vashing kerak ekan. Qurq. Boshib ketyapti. Nima bo'ldi? Yaxshi zo'r deb tashyapti. Nimaga endi? O'zimni boshqacha tashyapman deb o'ylayapman. Mana uni tashlab qani nima bo'ladi? Nima deb tashlayapman, lekin bizga ketdi. Xudoga ming martalik shukr. Zo'r deyapti. Endi men qaytarganimki nima bo'lsin? Foto bo'lsin. Fernandes'ni qarab shu zo'r tashyapti. Men shunga zo'r o'ynasam meni aybimmi? Birinchi golda men chiqmasam video kim chiqadi? Vashing cho'tki sarflanadi. Chiroyli gol bo'ldi, lekin ancha yaxshi nozula boshladi. 39-daqiqa. Hozir. Chiroyli zarba, golga ushlan kiradi. Lekin darvoza bog'iga to'sib qoldi. Tezda tushiramiz, bizdan hech kim tushmaydi. Pastliklarda chalgizdiramiz boshdan. Bu mana shu rasmdagi odam. Hozir. Do'stlar, mana shu rasmdagi odam kimligini to'p bersalaringiz, sizlar kimligini to'p bersalaringiz gol ketdi. Daqiqadan ichida Silverni qarabman. O'sha odamlarni komment yozinglar, kim to'g'ri chiqarkan. Men oxirida men tekshirib beraman. Oxirida tekshiraman. Kim qanchalik to'g'ri yozgan, kim taniydi, kim tanimaydi. Futbolga qiziqqanlar yozsin demoqchiman. Futbolga qiziqqanlar, boshqalar yozmasin. Boshqalar uchun, chunki boshqalar nomini bilmay xato yozibdi. To'g'ri yozinglar. Futbolni bilganlar yozsin xolos. Qolganlar yozmasin. Umuman yozmasin. Bu ana ko'rdilarmi do'stlar? Ben bir oshirib berishdan bir turgan. Yo, bizni chaldi-yu. Mana qatajadi do'stlar, lekin do'stlar, shu videoni ikkinchi qismini chiqishini xohlasangiz obuna va like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan men Nasul Kunalon bo'ldim. Ko'rib o'tgan videoda